Ramizan Yazmiliri 2. bab Ramizan şahidim bolsun. 2. bölüm Aylar Sultani Keldi, Köngül Sariyim Xarap. Ramizanni Aylar Sultani qılğan vahiyning o ayda nazil bolışqa başlışıdır. Ramizanni Qur'an deb bilib, tasavvur, aql, shaxsiyatni va eng oxirida hayotni Qur'on bilan yangidan shakllantirish Ramizan bilan yuzaki emas, mohiyat jihatdan munosabat o'rnatganlikdir. Chunki vahiy insonni yaratilish maqsadiga yuzlantirish maqsad qilingan ilohiy loyiha. Yuqoridagi o'xshatishni nazarda tutsak, Qur'on Allah tarafidan insoniyatga avatilgan bir maktub. Bu maktubda odam bolalarining ikki dunyolik baxt saodatining formulasi yozilgan. Allohdan kelgan maktubga yuzaki muomala qilgan kishi bilan chin dildan muomala qilgan kishi o'xshash bo'lamdi? Yoki Allah insoniyatga avatgan maktubni yuzaki o'qigan kishi bilan tegidan ma'nosini tushunib o'qigan kishi o'xshash bo'lamdi? Va yoki vahiyning konvertiga qarash bilanla kupoylanib, ichidagi mazmun bilan kor bo'lmagan kishining vahiyga tutgan muomalasi sizcha qaysi turga kirdigandi? Xulos qilsak, kishi insonni maqsadiga mos holda barpo qilg'uchi ilohiy loyiha bo'lgan vahiy bilan yuzaki shaklda munosabat qurgan bo'lsa, uning ibodatlar bilan bo'lgan munosabatimi yuzaki bo'ladi. Mohiyatiga yetolmaydi. Bu xuddi Allohdan kelgan maktubning konvertiga ahamiyat bergan kishining muomalasiga o'xshash bo'lib, Allohga avatilgan javob xatga o'xshaydigan ibodatlarningmi ichi bo'sh bo'ladi. Undaqda qandoq qilamiz? Qiladigan ish nihoyatda aniq. Ramizonni bir fursat deb qarab, uning mavjud bo'lish sababi bo'lgan vahiy bilan chin dilimizdan munosabat qurishimiz kerak. Vahiyning yetaklashiga o'zimizni topshirish uchun badan, aql yurgizadigan qalb, iroda va ruhga o'rnini bo'shatib berish lozim. Ro'zining maqsadining dal bularni amalga oshirish uchun ekanligini unutmaslik kerak. Musulmon kishilik xarakterini va islom madaniyatining qurg'uchi omillardan biri bo'lgan Ramizanning bu xil rolini qayta tirildirish, uning Qur'on ekanligini unutmaslik bilan amalga oshadi. Vayron qilingan musulmoncha dunyo qarshimiz qaytadan shakllanmagicha gumron qilingan bashariy jug'rofiyamizni qaytadan qurib chiqolmaymiz. Hukmlar to'g'ri ma'niga ega bo'lolmasa, amallarimiz-mu to'g'ri bo'lmaydi. Agar Ramizan kelib vahiy kelmasa, Ramizanning ro'yini o'ltirgan bo'lamiz. Sababi aniq. Chunki vahiy Aylar Sultani mehmon bo'ladigan qalb sariyimizni mustahkamlaydigan, u yerni o'ngshaydigan va asliga keltiradigan usta. Qalbimizga bu ustaning qo'li tegmasa, qalb sariyimizda sultonni kutib olish qandoqmi mumkin bo'lsin? Sultan keladi, xush keladi, lekin bizdan xushlik topolmaydi yoki bo'sh topadi va yoki naxush topadi. Bu Ramizandan iborat tepilg'usiz bir fursatni qo'ldan berib qo'yishdan boshqa narsa emas. O'ylab baqdingizmi? Allah biz insonlarga Ramizandan iborat ne'matni bersa, qadriga yetmay, uni
hapıla-şapıla xərcləb tügütüb etimiz. Bu nöqtəsidə ibadətni ölük və tirik ibadət dəb ayırışqa toğru kelidi. Ölük ibadətlər məqsədini əməlgə aşıralmaydı. O, insanını mindirib Allahqa yaqınlaşdırdıgan buraq tulpar emas. Əksicə, insanның öşnəsiga artılğan bir yük bo'lib qoladi. İbadətning məqsədi əməlgə aşmaganda, insan onundan huzur alalmaydı. Onun təmi yürək dimaqlarına yetib barmaydı. Beşidin çörüp taşlab etiş kerak bo'lgan bir narsadek tuyg'u berdi. Aylar Sultanini baldıroq qutulish zarur bo'lgan bir narsa sifatida muomala qilishning qanday xatarga boshlaydiganligini bilamsiz? Bundaq bir saroy egisidan ilohiy mehmon qandaqmi rozi bo'lsin? Bu qalb uchun Ramizanmi bo'lmaydi. O qalbda мәңгілік bir ләззат qaldırmasdan chiqib ketadi. Onun əksini o'ylab beqing. Agar mehmon sultonga loyiq bir kutib elinsa, uy egisi mehmonni rozi qilsa, bu aziz mehmonmo uy egisini uningga yarasha xushal qiladi. Uning ko'nglini oladi. Elib kelgan cheksiz barakatdan tegishlik haqqini beradi. O barakat bilan cho'lga aylangan qalblar ko'lga aylanadi. O barakat bilan ichirqab, jon talchiyotgan ruhlar hushiga keladi. O barakat bilan iymon, qo'limiz, putimiz, ko'zimiz, qulqimiz va tilimizga aylanadi. Kufrga qarshi ro'zamni buzsam, kaporatim jahannam bo'lsin. Go'yo samodan uzangan bir qo'l, dunyoning yetimi eng ko'p, egichaqsizlari eng to'la oilasining beshini silab, ko'z yoshlarini surtib, yaralarini tengayotgandek. Ramizan iqlimi shu tuproqlarga elib kelgan havo demoqlaringizga urilayotamdi? Taşlar bağlanıp, iştlar qo'yitilgan bu elda bir oy bo'lsimi shaytonlar bağlanıp, farishtalar erkin harakat qiladi. Kim biladi, balkim Ramizandan Ramizanga ishiga qiqiladigan qanchilgan g'ayriblarga, qo'rsqi har Ramizanda to'yg'idak tamoq ko'rdigan sonsiz miskinlarga, bosh panohi yo'q egi chaqsizlarga bosh panoh bo'ladi Ramizan. Aytib beqingchi, agar Ramizan bir kishining ismi bo'lgan bo'lsa, qanchalik duo olgan va yaxshi ko'rilgan bo'ladi? Bu duolar va sevgilar, muhabbatlar uningga jannat darvozalarini ochishga yetmasmidi? Undaqda mana fursat. Ramizan bilan bir gavdaga aylanib, putullashib, oxiratga Ramizan bo'lish sizning ilkingizda. Pak-pakiz bir savdoni, ichida bir bovoqni baqqandek asrab cho'ng qilganlar uchun Ramizanning ifodalaydigan ma'nosi to'limi cho'nqur. Ular Ramizanning ko'pchilikka bo'lgan ta'siriga qaraydi. Allahning qalblarni tasarruf qilg'uchi kuchini ko'rdi va hayoti badaliga yana bir qatim qasam ichishidi. Muhabbatning modasining o'tib ketmasligini, modadan qolmaydiganligini aytishga jasorati oshidi. Barliq sadoqatman oshiqlarga xitob qilib, savdoyingiz, hijroningiz va ishqingiz muborak bo'lsin deydi. Yangi shaharlik Avni apandim o'zining o'lmas misralarida mundaq demaganmidi?
sanma talep iyi devlet, ica etmeye geldik. Biz aleme bir yer için ah etmeye geldik. Yeşmisi, kalmağın oylap tac taxt üçün keldik. Biz alemge bir yer üçün ah urgılı keldik. Ey ustazım, biz alemge bir yer üçün ah urgılı keldik. Eyvallah. Bu alemge sahip buluş üçün keldik. Dep oylap kalganlar, küşnің, pulның, ayalның, serikның, sapның, samanның arkasıda bir ömür çipi versin. Biz şahit buluş üçün kelgenligimizni unutup kalmaylı. Şundaq emasmı? Biz dunyoga, olamga bir yer üçün ah urg'ili kelmadikmi? Ah urayotgan vaqtimizda ko'rganlar bizni shikoyatchi deb o'ylab qolmasin. Bizning mavjud bo'lishimizning birdan bir sababi bu. Jafo tortyotidi deb o'ylab qolganlar, kayf sapa surayotidi deb tushunib qolganlarmi xatolashib qoladi. Bu olamga bir yer uchun ah urg'il kelganligini bilib yetganlardan biri bo'lgan heliqi Erbilli Asad afandim mundaq demaganmidi? Gören sanır ki sefadan sama ihrah ederim, döner döner bakaram köy, yare ah ederim. Yeşmisi körgenler deydi ki kayıptın samanı kıldım özümge hemra. Piqrab piqrab qarayman, ishqimni yarga dat eylayman. Ey dostum, sen piqravatqanlarni usul o'ynavatidi deb o'ylamsan? Xatolashib qolasan. Ba'zilar ishning kayfiga qaraydi. Ammo bir yer uchun tortqanlar yor yo'liga qarab tortib piqraydi. Ba'zi badbaxtlarga Ramizan hech kelmadi. Isit. Ba'zilarning bosog'i sig'ichi keldi. Darizasidan uy ichining manzarasini ko'rgandan keyin eshikni qiqib qo'ymasdan qaytib ketdi. Ba'zilarning eshigini qoqdi, lekin ochmaganligi uchun Ramizandan ayrilib qoldi. Ba'zilarning yurak xonasiga kirdi. Kirib salg'iniga ming pushaymon qildi. Chunki u yerni Ramizandan iborat bir samoviy mehmonga loyiq tayyor qilmagan edi. Ketadigan kunini 4 ko'zi bilan kutdi. Ba'zilarga biri keldi, biri ketdi. Keldi va hech ketgisi kelmaydigan bo'lib qoldi. Ketmadi. Bir oylik uchun kelgan edi, ammo kelgan yerida shu qadar izzat hurmat ko'rdi. Shundoq qizg'in kutib olindi va yoqtirib qoldiki, uy egisi mehmondan, mehmon uy egisidan ayrilishqa ko'zi qiymadi. Mana bu oxirdagi kishilarning Ramizani muborak bo'ldi. Hayoti Ramizan bo'ldi. Shohid bo'ldi va shohid tutdi. Gunoh ro'zasini hech buzib qo'ymadi. Haromga taqobil turish uchun bir umr davomlashadigan ro'zaga niyat qildi ular. Kufri va shirkka qarshi tutgan ro'zamni buzsam, kuffaratim jahannam bo'lsin deyishdilar. Ular ro'zini tutdi, ro'zimi ularni ko'tirdi. Faqat ro'za tutish bilan qolmadi. O'zlarini tutdi. Ya'ni o'zlarini yuttirib qo'ymadi. Kishilikni do'g'i tikmadi. İzzat hurmatidan voz kechmadi. Ular ro'zining beshini tik tutdi.
Ro'zimi ularning beshini tik tutdi.